Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlar bilan biz son so'z turkumini o'rganish darslari rejasi va ishlanmasini tuzish mavzusini o'tamiz. Bugungi darsimizda boshlang'ich sinflarda son so'z turkumini o'rganish tizimi, sonning talaffuzi va ma'nosi haqida mavzu yuzasidan talabalar tayyorlagan didaktik materiallar va mashqlarni muhokama qilish, mavzu yuzasidan nazariy va metodik savol-javoblar uyushtirish, mavzu yuzasidan dars fragmentini kuzatish va birga muhokama qilish, ona til va o'qitish savodxonligi darslariga reja tuzishni o'rganamiz. Son so'z turkumi, son o'rganish tizimini ham son haqidagi materiallarni leksik va grammatik tomondan sinfga o'tgan sayin boyitish, murakkablashtiriv borishni nazarda tutadi. Boshlang'ich sinfda son 3 yo'nalishda o'rganiladi. Sonlarning talaffuzi va ma'nosini ustida ishlash, sonlarning grammatik shakllari ustida ishlash, sonlarning imlosi ustida ishlash. Son boshlang'ich sinflarda quyidagi izchillikda o'rganiladi. Ikkinchi sinfda nechta, qancha so'roqlariga javob bo'lib, shaxs va narsaning sanog'ini, nechanchi so'rog'iga javob bo'lib, shaxs va narsaning tartibini bildirish. 3-chi sinfda son so'z turkumi tushunchasi kiritiladi. O'quvchilardan son predmetining miqdorini bildirishni otga bog'lab kelish yordamida aniqlash ko'nikmasi shakllantiriladi. Bularni o'rganishda sonning leksik xususiyatlari inobatga olinadi. Sonning leksik ma'nosi uni ot bilan bog'lash hodisasiga taqozo etadi. 4-chi sinflarda sanoq va tartib sonlarning harf, rim va arab raqamlari bilan yozilishi, qo'sh undoshli sonlarning, grammatik shakllangan sonlarning ikkov, o'ntacha, beshtadan imlosi, sonlarning gram, kilogramm, metr, litr, so'm, tiyin so'zlari bilan qo'llanishi va shu so'z bilan bitta so'roqqa javob bo'lishi o'rganiladi. O'quvchilarning sonlarni otga bog'lanishi, so'roqlar yordamida sonni o'zi bog'lagan so'z bilan ko'chirish ko'nikmasi o'stiriladi. Birinchi topshiriq. Son so'z turkumi 1-2 sinfda qanday nom bilan ataladi? Sababini ayting. Sanoq bildiruvchi so'zlar. 2-chi topshiriq. Boshlang'ich sinfda so'z turkumi o'rganish tizimi qanday tartibga tuzilgan? Ona tili darslarining bosqichli asoslarida tuzilishi haqida son so'z turkumini o'rganishga nazarda tutilgan fikrlang. 3-chi topshiriq. Darsning tashkiliy qismini qanday uyushtirish va o'tilgan mavzuni mustahkamlash bosqichi uchun didaktik materiallar va mashq tanlang. Tanlangan materiallarni kuzatib chiqing. 4-chi topshiriq. Sanoqni bildirgan so'zlar haqida bilim berish. 1-2 sinf darslarida nazariy ma'lumotlar tayyorlash, tanlangan o'qitish metodlari haqida fikrlar yuriting, metodlarni tanlang. 5-chi topshiriq. Olingan bilimlarni mustahkamlash bosqichi uchun didaktik material tanlang. Grammatik o'yinlar topib, bolalarni faollashtirish usullari haqida fikrlang. Bunda dars ishlanma jarayonida har xil grammatik o'yinlar, interfaol metodlardan foydalansangiz ham bo'ladi. 6-chi topshiriq. 1-sinf ona tili darslari nomli o'qituvchi kitobining 103-betidagi sanoq bildirgan so'zlar mavzusida o'rganilganlari umumlashtirilib yakunlash uchun 6 banddagi so'roqlarni ko'chirib oling. 7-topshiriq.
mavzuga oid dars ishlanma tuzib oling. Bunda son so'z turkumiga oid dars ishlanma tuzib olish topshirig'i beriladi. Dars ishlanma 2 yoki 3 sinf darsligidan tuzib olishingiz mumkin. Xo'p, mavzu sanoqni bildirgan so'zlar. Sanoqni bildirgan so'zlarni biz bilamiz. Son so'z turkumiga oid so'zlar hisoblanadi. Shunday ekan, biz avvalo darsimizga maqsad qo'yib olamiz. Darsning maqsadi nechta, qancha, nechanchi so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni so'roqlar yordamida aniqlash, ularni so'roqlar yordamida boshqa so'zlardan farqlashga o'rgatish, miqdor bildirgan so'zlarni imloviy to'g'ri yozish, ko'nikmalarni hosil qilish, o'quvchilar lug'atini sanoq bildirgan so'zlar bilan boyitish va so'zlarni o'rnida qo'llashga, tabiatni asrash, ardoqlash, undan oqilona foydalanishga o'rgatishdi. Darsning turi. Biz har bir darsga o'z bir yangi tur beramiz. Bu tur bugungi mavzumizga yangi bilim beruvchi deb olamiz. Darsning uslubi suhbat va induktiv usuldan foydalanamiz. Darsning jihozlari har xil rasmlar, raqamlar, tarqatma materiallardan foydalanamiz. Darsning borishi. Har bir darsning tashkiliy qismi bo'lgani kabi bu darsimizning ham tashkiliy qismi bo'ladi va o'quvchilarni darsga tayyorlab olamiz. Ularni xonani, o'quvchilarning bugungi davomatlarini va kun yangiliklarini shu kabi misollarni so'rab darsga tayyorlab olamiz. O'quvchilarga 1 dan 10 gacha sanatiladi. Chunki son so'z turkumida o'quvchi sonlarni yaxshi bilishi kerak. Shu so'zlar doskaga yozib boriladi. Demak, son so'z turkumini ona tili darsida o'tayotganligimiz sababli bu so'zlar son bilan emas, raqam bilan emas, ayni harflar yordamida yozib olamiz. Xo'p, ularga so'roq beriladi. O'quvchilar diqqatiga 2, 7, 8, 9 so'zlarning imlosiga qaratiladi. Nima uchun? Chunki bu sonlarda qo'sh undashlar keladi. Ularning imlosiga o'quvchilarning diqqatlarini qaratib olamiz. Matematikada sanoq bildirgan so'zlar nimalar yordamida, ona tilda nimalar yordamida yozilishini so'rab olamiz. Suhbat orqali xulosa chiqariladi. So'zlar harakat, belgini bildirgandan tashqari sanoqni ham bildiradi. Narsalarning nechta ekanini sanoq so'zlarni bildiradi. Ularning tagiga to'lqinli chiziq chiziladi. Va o'sha kitobdan biron-bir mashqni olamiz. Xususan, biz 150-mashq misolida ko'rdik. Shartga ko'ra bajariladi. Demak, 150-mashqning shartini biz keltiramiz va o'quvchilarni ishlash jarayonini ko'rsatilgan. Unda o'quvchilar davomini mustaqil bajarishadi. Bunda shartiga qarab o'quvchilar mashqni o'zlari davom ettirishadi. O'quvchilar bu mashqni orqali mantiqiy fikrlashni o'rganishadi. Yangi mavzuni mustahkamlash uchun esa shu mavzudan 151-mashqni olib, she'rni ifodali qilib o'qiymiz. Qisqa suhbat o'tkazamiz. Shoir she'rni o'qib, o'quvchilarga bildirganimizdan keyin shoir nima uchun daraxtlar haqida so'zladi, daraxtlar nima uchun kerak, qushlar qayerga uya quradi, she'rni qaysi shoir yozibdi. Demak, bunda she'rda keltirilgan so'zlar, ulardagi harakatlar va bular qanday sodir bo'lgani va bu she'rni kim yozgani haqida o'quvchilar bilan qisqacha savol-javob qilib olamiz va topshiriq beramiz.